Baqbaqa ketkazishga ikkita mashq beraman. Baqbaqani paydo bo'lish asosiy sababi bu limfa tizimi yomon ishlaganidan. Bu yerda yog' emas, organizmdan chiqib ketish kerak bo'lgan toksinlar, yomon suyuqliklar shu yerga yig'iladi. Shu toksinlar chiqib ketishi uchun shu yerdagi musha ishlash kerak. Podязычная мышца ishlash kerak. Birinchi mashq bu tilimizni 90% tanlayimizga bosamiz. 10 marta bosamiz. Ikkinchi mashq tilimizni labimizni tagiga, tepa oldi tishimizni ustiga qo'yamiz. Tepaga itaraveramiz. Shu mashqlarni mashina haydab yurganda ham bemalol yo'lma-yo'lakay qilsanglar bo'ladi. O'shanda yuzinglarni avvalo chiroyli bo'lib, baqbaqalar yovib ketib, yosharib, go'zallashib yurasizlar.